Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bizni kuzatib borayotgan aka-ukalarimiz, mana bugun xudo xolasa Alp zavodidamiz. Mototsikllarimizni hammasi sotuvga tayyor holatda turibdi. Narx-navolar bilan bugun tanishtirib o'tamiz. Hamma turdagi mototsikllarimizni yuk ko'tarish 300 kg dan boshlanib 4 tonnagacha mototsiklarimiz bor. Optim olib sotamiz degan akalarimizga optim narxda ham bor. O'zbekiston bo'ylab zakazlarni qabul qilamiz. Viloyatlarga dostavka xizmatlarimiz mavjud. Manzilimiz Toshkent viloyati, Bo'ka tumanida joylashgan. Yetkazdirib beramiz. Nomerlarimizni ekran ostida qoldiramiz. Xo'p, narx-navolar bilan tanishtirib o'tamiz. Mototsiklimiz Alp o'sha Chorva model uchun moslashgan kuzov razmerlari 1.40 ga 220 lik kuzov, bortni balandligi 120 bo'ladi. Motor qismlari 200 kublik motor 100 kilometrga 6 litr rasxod qiladi. Tak, vilkalari 90 talik vilka, balonlar 12 lik bo'ladi, radiatorli. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini naqd pulga 29 million so'm qilib yetkazdirib beramiz. Bundan keyin 2 tonnalik qo'shcha balon so'rayotgan akalarimiz uchun 2 tonnalik qo'shcha balonlarimizni narxini 31 million so'm qilib beramiz. Kuzov razmerlari 1.40 ga 220 lik kuzov bo'ladi. Chorva modelimizning narxi 29 million so'm. Bu balonimiz qo'shcha balon ekan. Bu qo'shcha balonimizning narxi 2 tonnalik 30 million so'm qilib beramiz. 1.40 ga 220 lik kuzov bo'ladi. Motorlari 250 kublik motor bo'ladi. Samasval so'rayotganlar uchun samasval variantimiz 3 tonnalik 1.40 ga 220 lik kuzov bo'ladi. Bu kasholot modelmi deymanda bu? Kasholot model ekan. Kasholot model so'rayotganlar uchun kuzov razmeri 1.40 ga 260 kuzov bo'ladi. Motorlari 250 motor bilan jihozlangan. Ramalari qo'shcha ram, vilkalari 90 talik vilka. Narxiga keladigan bo'lsak, buni kasholot modelimizda 39 million so'm qilib beramiz narxini. Viloyatlarga dostavka xizmatlari mavjud.